bilingizlar ya? Diqqat qilinglar. Yaxshi. Bunday bo'lsa, hozir mumkin bilimimizni kelib turib. Bo'yicha hozir o'tgan yilgi turliga bizda qanday taqdirlar o'tib boradi? Matn, ya, film turlari, so'zim, ma'lumot so'zlari, xabarlar so'zlariga yaxshi. Bir-biriga kelib qo'yaylik, taklifim chiqsin daftarga. Qo'rqmaymiz. Farizat qo'ying. Tez-tez. Qanday basamiz? Qanday savol bergan Farizat? Söz neden kuraladı? Al. Neden kuraladı? Erkekten belki söylemden belki. Basamız kali. Aha. Dost babalar? Ya. Kilisi. Bu taraf harita. Kilisi. Üçlü söyleyin. Resmi gelin. Matn degan ne? Al. O'zaro baylanishgan so'zlar, o'zaro baylanishgan so'zlar. So'zlar degan turami, so'z degan turami? Do'st babalar? So'z degan turadi. Yaxshi. Kelisi, ta'lim. Aylanishib. Sifatlov matniga qanday sifatlar qo'yiladi? Al. Sifatlov matniga qanday sifatlar qo'yiladi? Nima degan ma'no qandaymi? Aha. Do'st babalar? Kelisi. Aylindagi. Tez-tez kelib o'ydi. İstediğin ben de kandayım. Terus. Ayo gel. Nişi bulup götürdü. Yani. Kanday bulup o şeyi aytmış. Nişi bulup diyor. Kanday bulup götürdü. Do'st babalar? Yo'q. Nechta bo'lib bo'ladi? Bravo. Kelisi. Tag'in, oldiga kelib. Matnning necha turi bor? Al. O'ylab o'tiramiz. Necha turi bor? 3 va 2 mi? Al bas. Qanday turlari bor? Al yaraysiz. Turi men bo'yligi chaptirmamda bor. Necha turi bor dedi? Qanday? Ya, sifatlov. Ya. Yaxshi, bravo. Kelisi. Иди наверх. Иди наверх. Xabarni so'zning so'nguna ne qo'yiladi? Bu so'radi.